Makron orqasida yaqinda postga qo'ygan xonadonimizga kelganmiz. Sifatiga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar remontlariga. Qo'lni qaranglar kattaligini. Ishdan charchab kelganda maza qilib dam olib o'tirishlik. Televizor qarang kattaligini. Mazam. Tak, ikkita tomonlama kirsiz bo'ladi deb yoqqa. Asosiy binoga. Tak, oshxonada ham shu sifat bilan remont qilib qo'yganlar. Stollarni ham anaqada installationsda dispdan emasda, toza toshdan qilingan. Hamma narsalarni akkuratni sifat bilan qilingan. Kamchiligini topolmadim lekin. Ikkita tomonlama kirsiz bo'ladi. Mana bu yoqda sanuzyoli, ozgina shirillayotgan ventilyator bor. Takana zalga qaranglar. Sizlarga ustronga zo'rni qo'shdi lekin. Xo'p. Granit toshlardan qilingan ekan. 3 ta konditsioner bor deyaptilar. Mana bu yerdan holli ko'rsatib bo'ladi, kattagina. Hop, mana bu yerdan ota-onalar xonasi o'zining ichida sanuzyoli qilingan. Mana bu orasida shu dizaynni zo'r qo'yishgan, yorqin ranglardan foydalanishgan. Yonidagi detskiy xonasini qarang. Detskiy xonalari tayyor mebel texnikalari bilan. Bu yerda o'g'il bolalar xonasi o'zi faqat xona ko'p bu kerak emas bo'lgani uchun kladovka qilib qo'yishdi. O'zi lekin o'g'il bolalar xonasi bu. Bu yerda ota-onalar xonasiga qilingan bu joyimizni. Hop, bu yerdan sanuzyoli. Shunda ota-onalar xonasining yonida umumiy sanuzyol qilingan. Ota-onangizga qiynalishmaydi, juda ham zo'r bo'ladi. Xonadonimiz yoqsa bitta like bosib, yaqinda sizga jo'natib qo'yaverasiz. Narxini $250,000 xarid qilsangiz bo'ladi.